Jaloliddin Rumiy. Radifish asari. 12-qism. Mo'mina xotin o'g'li o'limidan so'ng uzoqqa bormadi. Qo'llarini bo'yagan o'sha qon go'yo uni mahkam tutib turardi. U uydagi ish tashvishdan kechib, kecha-kunduz toat ibodatga berildi. Bu gal Sultonul ulamoning ham nasihatlari kor qilmadi. O'lgan bilan qo'shilib o'lmaydilar. O'lganni ortidan hadeb g'am hasrat chekaverish Allohning g'azabini qo'zg'aydi. Yo'q. Bu gaplar bari muallaq qoldi. Aloyiddin ona qalbining bir parchasi edi. Bir gal xufton namozi mahali u to'satdan oyoqqa turdi. G'oyib bir ovozni eshitmoqchidek qaddini rostladi. So'ng yuragini changallab yerga yiqildi. Yuzini bujmaytirgan og'riq lablarida mag'rur tabassum bo'lib qotdi. Mana u nihoyat yetishdi. Olomon bilan tobut ortidan borib, Qur'on suralarini qiroat qilgan hofizlarning qo'ng'iroqdek ovozlariga quloq solib, akasi ortidan onasining ham aziz chehrasini yashirgan Larendening sarg'ish tuprog'iga termulib, Jaloliddin ortiq yig'lamadi. Jonidan, qonidan bo'lgan shu ayol haqida u nima ham bilardi? Boyaqish hamisha ro'zg'or tashvishiga botgan, erining aytganlarini hamisha so'zsiz va sidqidildan bajarar, u bilan suhbatda hech qachon birinchi bo'lib so'z qotmas, asl musulmon ayollarga joiz bo'lganidek, faqat uning savollariga javob qaytarardi xolos. Bu dunyoda xotin kishining o'zi kim ediki, so'zi bo'lsin. Oyisi Sultonul ulamoga munosib salkam zohidona hayot kechirar. Hatto bolalarni ham goh-goh eridan cho'chinqirab, qo'rqa-pisa erkalardi. Sultonul ulamo bolalar hammadan ham oyisini erkalashlari tufayli irodasiz va tegmanozik bo'lib o'smasin deb xavotirda edi. Oyisi kecha-kunduz bolalarim sog'mi, qorinlari to'qmi, kiyim boshlari but ozodami deb kuyib pishishdan bo'shamasdi. Bu ularning tani haqidagi g'amxo'rlik edi, ammo u tabiiy bo'lgani uchun ko'zga chalinavermas edi. Darvoqe u oyisidan ham ko'ra otasining enagasi Nasiba kampirini ko'proq eslardi. U bolalarga har qalay zolim devlar u ajoyib samandar qush haqida ertak aytib bergan edi. Keyin esida qolgani otasining xalq hikoyatlari yo'lidagi pand nasihatlari. Bir gal Aloyiddin bilan xudo biladi negadir g'ijillashib qoldi. Shunda otasi ularga fors, turk, arab va yunon haqida bir rivoyat aytib bergan edi. MTRK audio kitoblar. Borishardi turk, arab, forsu, yunon. Shunda bir kimsa anisu mehribon xayr deb bir tanga savg'o ayladi. Yo'qki savg'o, balki g'avg'o ayladi. Fors dedi, bozor tushaylik shu zamon, aqchaga angur olaylik do'stijon. Qo'y bu gapni deb uni kesdi arab. Eynab olsak aqchaga bo'lgay ajab. Turk dedi, behuda bu gaplar bari, mevalar ichra uzundir sarvari. Shunda yunon ham aroga soldi so'z. Ey xarid etmoqqa stafil durust. Bas ular bitta qarorga keldilar, lek tushunmay bahsu g'avg'o qildilar. Barchada xohish uzum erdi faqat, barchasi birdek uzum derdi faqat. Lek arog'a shum jaholat tushdi bas, tish qovurg'alat yedi topdi shikast. G'ofilu g'aflat so'ziydin mojaro, bizniki birlik bilan sulhu saloh. Otasining rivoyatlari, Nasiba kampirning ertaklari ularga ilk ruhiy ozuqa bo'ldi. Tan va ruh
xushxabar ila manzilga oshiqqan ot va suvoriydek ayrilmasdir. Ammo ot ozig'i suvoriyga ovqat bo'lmaydi. Har birining o'z yemishi, o'z nasibasi bor. Suvoriy otni o'z izmiga sololmasa, u egasini manzilga emas, oxurga eltadi. Inson umri ko'z ochib yumguncha o'tguvchi bir lahza. Ot umridan jindek uzun. Siylab siypalayvermasdan qichab-qistab turilsa, oldinda intizor turganlarga inson ruhi haqida mujda yetkazishi mumkin. Yo'qsa go'ng va tuproqqa qorishish hech gap emas. O'shanda Jaloliddin o'z tanini nazar pisand etmagani uchun bir kun kelib qarigan chog'ida hijolat chekishini qayoqdan bilsin? Hamon yodida. Oyjonisi uning tani lat yemasin deb Baraxdagi uylari tomida qandoq qichqirgan, uni arzimas bo'lsa-da o'sha ilk jasoratdan qaytarmoqchi bo'lgan va o'sha qichqiriq tufayli u o'lishiga sal qolgan edi. U achinish va dahshatdan bir seskanib tushdi. Oyisiga o'xshab o'zidagi ruhiy uchqunni alangaga aylantira olmay dunyoni tark etayotganlarga achinib, ayol qismati oldida dahshatga tushdi. Ne demak xotin? Ha, bu dunyo deganday gap. Buni aytsang, aytmasang, u o'zligini tark etmaydi. Sening safsatalaring faqat ziyon yetkazishi mumkin. Masalan, bitta nonni olib orqangga yashirda, hech qachon hech kimga bermayman ham, ko'rsatmayman ham deb aytib ko'r. Sen xasislik qilganing sayin odamlar nonga tashna bo'lishadi. Yalinib yolvorishga, ta'qib etishga, haqorat qilishga tushadilar. Xuddi shunday. Sen xotinga boshqalardan yashirin deb buyurganing sayin uni istovchilar ko'payadi. Uning o'zi ham odamlarga ko'rinish berishga mushtoq bo'ladi. Zero man etilgan narsa insonni o'ziga jazb etadi. Sen tinch osuda o'ltiribman deb o'ylaysan, lekin o'z atrofingda o'z qo'ling bilan ehtiroslar olovini yoqqaningdan bexabarsen. Uning qalbiga ezgulik urug'i sochilgan bo'lsa, man etsang etmasang u ezgulik yo'lidan boradi. Bas ovora bo'lmay qo'ya qol. Magar aksincha bo'lsa, baribir u o'z aytganidan qolmaydi. Sening ta'qiblaring uning xohishlarini kuchaytiradi xolos. Sen kecha kunduz bahs qilib, uni tuzatmoqchi bo'lasan. O'z qo'ling ila uning balchig'ini artmoqchi bo'lasan. Holbuki bu sinov senga bejiz berilmagan, uning ko'magida o'z balchig'ingni aritgan deb berilgan. Uning dashnomlarini qabul qil, ko'ngliga yo'l top. Mehri oqibating ila uni orasida ayla. Illo erkaklarga xos rashk balosidan forig' bo'lgaysan. Deyilmishkim, erkaklar ayollardan yuqori turgay. Qur'on 1-sura 34-oyat. Johillar chindan ham ayollardan yuqori turadi. Negakim ular dag'al va bag'ri toshdirlar. Ularda rahm shafqat, mehr muhabbat, himmat xayrixohlik oz bo'ladi. Ularning tabiatida hayvoniyat hokim, zero muhabbat va muruvvat insoniydir. Jahl va hirs hayvoniy. Bo'yla erkaklardan aql va yurak sohibi bo'lmish ayollar ko'p karra ustun. Jaloliddin Rumiy o'z umrining oxirida shogirdlari savoliga shundoq javob bergan edi. Holbuki u davrda xotinlarni asiralardek asoratda tutishar, ularning so'zi na xudo, na qozi oldida inobatga o'tar, ular yuz ochib odamlar oldiga chiqisha olmas, kiborlarning haramlarida o'nlab xotinlar, yuzlab cho'rilar bo'lgani holda, kambag'allar qalinga pullari yetmay, umr bo'yi bo'ydoq o'tishardi. Xullas, yolg'iz islom olamida emas, nasroniylashgan mag'rib mamlakatlarida ham xotin odam sanalmasdi. Asror kotiblari uning so'zlarini fihi ma fihi, ya'ni bunda neki bor esa o'sha mavjud deb atalgan va'zlar kitobiga darj etishgan edi. U Larendeda onasiga ochilgan qabr boshida ham va hattoki undan ancha keyin Konyoda qalbining gavhari bo'lmish Gavhar xotunni yashirgan tuproq tepasida ham bu so'zlarni bilmasdi.
Lekin o'shalar, uning aziz g'oyiblari, ularni u umr bo'yi urug'dek yer yuziga sochdi. Keyin fikr bo'lib, ko'karib chiqishdi. Ko'p yillardan so'ng shogirdlari qo'llari qaltirab, shiddatkor ruhdan yuraklari po'killab, bu so'zlarni Samarqandning oppoq qog'oziga tushirishdi. MTRK audio kitoblar. Chaqimchilik. Larendedagi sulton noibi Amir Muso Mo'mina xotunning dafn marosimida faol qatnashdi. Sultonul ulamoni bir necha muddat o'z holiga qo'yib, bir kuni bir necha yaqin mahramlari bilan uning huzurida hozir bo'ldi. Agar hazratim izn bersalar, marhumaning qabri ustida sog'ona tiklasak, albatta islom olami sultonul ulamosining zavjai muhtaramalariga munosib hashamatli maqbara emas, balki amir xazinasining qurbi yetgudek dahma degan taklifni o'rtaga soldi. Jaloliddin darhol otam taklifni rad etsa kerak deb o'yladi. Chunki otasi umr bo'yi hukmdorlarning ehson marhamatini harom hisoblardi. Lekin u yanglishdi. Otasi rozilik berdi. Aftidan o'g'li va xotinining o'limi sultonul ulamoni ancha yumshatgan edi. O'z qo'li ostidagi shaharda shundoq mashhur ulamo va voizning yashayotganidan faxrlanib yuruvchi Amir Muso bu kori xayrni bekorga qilmadi. Endi deb o'ylardi u, sultonul ulamo shundoq aziz qabrlarni tashlab hech qayoqqa jilolmaydi. Lekin ish boshqacha bo'lib chiqdi. Har bir saroyning, hattoki eng kichik saroyning ham ichki hayot ma'nosini ig'vo va chaqimchilik tashkil etadi. Jangchi va soddadil turk Amir Muso ig'vo va chaqimchilikka toqat qila olmasa-da, uning saroyi bulardan xoli emasdi. Sulton noibi yolg'iz jangchi emas, balki hukmdor, ya'ni siyosatchi ham edi. Binobarin har kuni g'ing demay zahar zaqqum yutishga ham hozir edi. Yo'qsa zahar zaqqum nari tursin, boshqa balo battarlarni ham yutishga hozir bo'lgan o'zga bir epchil uning o'rnini ilib ketishi hech gap emasdi. Amir xazinasining salkam yarmi harjlanib, Mo'mina xotun qabri ustida tiklangan sog'ona, u hozir ham o'sha qabr ustida turibdi. Poytaxtga a'lo hazrat nomiga yuboriladigan chaqiq nomi uchun yaxshi dastak bo'ldi. U o'zga chaqiq nomalardek xiyla savodsizlik bilan tuzilgan esa-da, g'oyat taqvodorlik bilan bitilgan edi. Balx shahridan Rum tuprog'iga bu yurtni o'z sharofati nuri ila munavvar aylamak uchun Sultonul ulamo Bahovuddin Valad hazratlari tashrif buyurmishlar. Ammo sultonul davronimiz bundan bexabardirlar. Illo ul hazratning quli va noibi bo'lmish Amir Muso sultonul ulamoni Larendeda kuch ila saqlab, unga deb madrasa qurdi. Uning yaqinda vafot etgan zaifasi qabri ustida katta sarfu xarajatlar ila sog'ona ko'tardi. Amirning bu qilmishi bunga dalolatdirkim, A'lo hazratning bu quli podshoh g'azabidan qo'rqmagay. Har kuni ertalab maktub va chaqiq nomalarni o'qishni odat etgan A'loyiddin Kayqubot birinchi bundan shundoq g'azabga keldiki, vazir oraga tushmaganda Amir Muso boshidan ajrashi muqarrar edi. Vazir xufiyalar orqali tekshirib ko'raylik, keyin bir to'xtamga kelarmiz deb sultonni tinchitdi. Bir haftadan so'ng noib uyiga sultondan chopar kelib, unga charm naychaga solinib, sulton muhri bilan surg'uchlangan maktubni uzatdi. Amir Muso maktubni avval boshiga qo'yib, keyin muhrni o'pdi. So'ng o'qish uchun uni qoziga berdi. Qozi maktubga ko'z yugurtirib, ola-kula ko'zlari bilan amirga boqdi. Go'yo uning qarshisida jonli odam emas, jonsiz bir jism turgandek edi.
Nechuk jur'at etding deb yozardi sulton. Avliyo qadam ranjida etsa-yu sen xabar aylamasang, bundoq parishon xotirlik ila beparvolikni Alloh ma'zur tutmagay. Naryog'ini Muso eshitmadi. Shubhasiz sulton maktubida so'z uning hayot mamoti ustida borardi. Muso jang maydonlarida ne o'limlarga duch kelmagan, ammo jangda jasorat boshqa-yu, hukmdor qarshisida jasorat boshqa. Turk saljuqlar odatiga ko'ra, jumla mulozim va arkoni davlat o'zini shariat hukmiga musallam deb bilguvchi ozod dehqonlardan farqli o'laroq sultonning qullari sanalar, ularning mol mulki, or nomusi, hayot mamoti o'shaning irodasiga bog'liq bo'lar edi. Kunim bitdi deb o'ylagan Amir Muso so'nggi bor oq fotiha olish uchun sultonul ulamo huzuriga oshiqdi. Zero sultonning qahr g'azabiga duchor bo'lishda uning ham hissasi bor edi. Konyoga xabar qilaylik deb Amir Muso necha bor ishorat etsa-da, sultonul ulamo ra'y qilmagan edi. Bu foniy dunyoning sultoni o'zini narigi dunyoga butkul bag'ishlagan Allohning bir bandasi ila necha pullik ishi bor. Amir qo'lida maktubni ko'riboq sultonul ulamo noxush xabar ekanini darrov payqadi. Maktubni shoshilmay o'qidi-da, uni charmnaychaga solib fikrga toldi. Saljuq sultonlari ulamo va shayxlarni nechog'liq izzat ikrom etishlari unga ayon edi. Yerlari islom dunyosining bir chekkasida joylashgan Vizantiya viloyatlarini birin-ketin qo'lga kiritish uchun mo'min musulmonlar muhabbatini ko'proq qozonishga ehtiyojmand edilar. Buning uchun asl musulmon hukmdori bo'lib tanilmoq darkor. Bas sulton saltanati Xudodan ekan, Qur'on va hadislarda bitilgan buzrukvor ulamolar og'zida zikr etilguvchi Parvardigor irodasini bajarish ham farz edi. Zero 18 ming olamning sarvari bo'lmish Allohi Karim o'shalarning tili bilan so'zlaydi. Sultonul ulamo soqolini bir ikki bor siypab qarshisida bosh egib hukm kutib o'ltirgan amirga yuzlandi. Sulton huzuriga dadil jo'nayver. Unga bor gapni aytib ber. Amir Muso xazinaning qolgan qutganini yig'ib sultonga sovg'a hozirladi-da, chopar orqali yozma javob jo'natish o'rniga 3 soqchisini ergashtirib, Konyoga qarab o'zi ot surdi. Aloyiddin Kayqubot I, Sultonul Amiral Islomin, Yamandan Gurjiston va Abxaziyagacha, Rus yeridan Tarsus sarhadigacha, O'rta Yer dengizi sohilidagi Antaliyadan Qora dengizning naryog'idagi Dashti Qipchoq va Sudakkacha, Vizantiya mulki faranglar va armanlar o'lkasidan Ktizinfongacha ne beklar va hokimlarga hukm farmo bo'lgan podsho o'z noibini davlat devonida qabul qildi. Muso tiz cho'kib, manglayini 3 karra yerga tegizdi. Hukmdor o'tirgan taxt oyog'ini o'pdi. Turishga ijozat etilgach, sultondan yoki qora jubba kiygan ulamolar yoxud yarqiroq to'n kiygan amirlar amaldorlardan so'z qotishga ishorat kutib, bosh egib, qo'l qovushtirib turaverdi. Gapir deb buyurdi taxtning o'ng qo'lida o'tirgan vazir. Muso yana ta'zim ado etib aybini bo'ynidan soqit qilmay bor gapni so'zladi. Allohning inoyati bilan Saljuq yeriga qadam ranjida aylab, A'lo hazratning shu hokisor quli qalamravidagi Larende shahrini makon ixtiyor etgan Shayxul Azam Sultonul ulamo shaniga oshirib toshirib hamdu sanolar o'qidi. 35 yashar sariq soqol Aloyiddin Kayqubot I yaqinda Trapezundga qilgan yurishidan zafar quchib qaytgan edi. O'zining ko'plab unvonlari qatoriga sohillar bo'yi hukmdori nomini ham qo'shib olgan, Mo'g'ullar Xorazmni tormor etgach, eng qudratli musulmon podshosiga aylangan sulton shu kunlarda o'ziga in'om etilgan hokimiyat xususida ko'p o'ylar, dunyoga hokim bo'lishni orzu etardi.
Sultonul ulamo unvoniga ega bo'lgan Shayxul Azam unga Sultonul umaroga g'oyat zarur edi. Amir Muso kutilganga qarshi Larendega tirik va sog' salomat qaytdi. Yana ustiga ustak sultonning sovg'a salomlari bilan saroy soqchilari yu ikki xos amaldor hamrohligida qaytib keldi. Ular shayxi buzrukvor marhamat qilib o'z xonadonlari ila Konya shahrini ixtiyor etsalar, sulton ul hazratning pand nasihatlardan bahramand bo'lar edi degan oliy tilakni arz etishdi. Jondan aziz marhumlari yotgan, umrining keyingi yillari osoyishta kechgan bu shaharni tark etish qanchalar og'ir bo'lmasin, bo'ysunishdan boshqa chora yo'q. Sovg'a salomlar bilan soqchilar hamrohligida kelgan elchilar so'zi shubha yo'qki, xohish emas, farmoni oliy edi. Yana 7 yil avvalgidek kitoblar va ashyolar tugib boylandi. O'zaro xayr ma'zur so'zlar aytildi, qarzlar to'landi. Larendeda qolib, odamlarga haq so'zini o'rgatuvchi muridlarga siporishlar berildi. Yana madrasa eshigida bir paytlar Baliqda ularning uyi oldida turgandek karvon safarga shay turardi. Egarga tirkalgan zinapoyani bir bosib, tug'ruqdan so'ng hali o'zini o'nglab ololmagan Gavhar xotun so'nggi bor bolalar bilan tuyaga chiqdi va Sultonul ulamo o'z umri yo'lida so'nggi bor karvonni safarga yo'llab duoga qo'l ochdi.